To'g'ri, mening hozircha normal auditoriyam yo'qdir. Videolarim ham rekka chiqmasligi har doim ham shunday bo'ladigan emas-ku. Hozircha meni videolarim 10 ta prosmotr yig'ar, keyinchalik 50 ta, keyin 1000 ta bo'lar. Men ham kimlargadir hype qilib, kimlarning orqasidan so'kinib chiqqanimda men ham allaqachon ko'tarilib ketgan bo'lardim. Lekin men hech kimga hype qilmasdan, kimlarning orqasidan so'kinib ko'tarilgandan ko'ra o'zim bir chekkada ko'tarilganim ma'qul. Agarda siz ham hype'jorlarning videolaridan zerikkan bo'lsangiz, menga bemalol obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Men o'zimga va'da beramanki, mana shu 2026-yilning oxirigacha men mana shu Instagram akkauntimda 10 000 obunachi. Sizdan so'raladigan bir dona iltimosim, shu videoga like bosib, kommentariyaga любой fikrlarni yozib ketinglar. Yo'q, agar men negativdan boshqa hech narsa yozib bilmayman desang, shu negativ fikrlarni ham yozib ketinglar. Negaki o'sha siz yozgan negativ fikr ham mening videomni rekka chiqishiga sababchi bo'ladi. Chunki shuncha harakat qilib, faqat bir dona obuna tugmachasi bosib keting. Shu yilning oxirigacha 10 000 ta bo'lay. Rahmat.